Quvonarlisi, yana katta bosimda gaz olindi. Quduq bugungi kunda respublikadagi eng yuqori debitli quduq hisoblanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq hududida turibmiz. Xabaringiz bor, bu yerda avgust oyida katta hajmda gaz qazib chiqarish natijasida avariya sodir etilgan edi. Avariya 1 oy muddatda bartaraf etildi. E'tiborlisi, aynan bartaraf etish jarayonlarini o'zida O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati rahbariyatining topshirig'iga ko'ra, aynan mana shu konturga yana 4 ta yangi istiqbolli hudud aniqlanib, bu yerga burg'ulash uskunalari o'rnatilgan edi. Quvonarlisi, shu kunlarda ularni dastlabkisidan katta bosimda sanoat miqyosida gaz olindi. Siz ko'rib turgan mana bu ortimdagi burg'ulash uskunalarida ham bugungi kunda burg'ulash jarayonlari yakuniy bosqichga yetib keldi va bu yerdan ham ana shunday katta bosimda gaz olinishi ko'zda tutilyapti. Havo harorati garchi -3 darajani ko'rsatayotgan bo'lsa-da, lekin shamolning hisobiga juda ham sovuq, lekin mana shu sovuqqa qaramasdan mashaqqatli mehnat qilayotgan xodimlarni faoliyat haqida gapirmoqchi edik. Ular 24/7 rejimida, ya'ni tunu kun burg'ulash ishlarini olib borishyapti. Maqsad istiqbolli hududdan tezroq gaz olib, aholini barqaror gaz bilan ta'minlash. Demak, bugun bizda mana shular haqida so'z boradi. Uzoq qidiruv quduqlaridan birinchisi mana shu Mo'ynoq 2 quduq hisoblanadi. Bu quduqimiz aslida 31-avgustda qurilish bilan boshlangan bo'lib, noyabr oyida tugashiga erishdik. 90 kunda qurilish bilan tugallangan quduq bugungi kunda respublikadagi eng yuqori debitli quduq hisoblanadi. Qudug'imiz O'ztransgaz qo'rlash sistemasiga ulandi. Bu quduqda juda murakkab qurilish jarayonlariga duch keldik. Quduqda o'zi aslida juda injiqliklari mavjud bo'ldi. Biz AQShda Baker Hughes kompaniyasi bilan birgalikda yuqori texnologiyaga asoslangan burg'ulash doltalarini ishlatdik. Bu burg'ulash doltalari tishlari sun'iy olmos bilan ishlangan holatda juda qattiq tog'jinslarni burg'ulashga mo'ljallangan bo'lib, 4000 metrdan keyin bu xalq tili bilan aytganda bu qayroq tosh deydi. Geologik terminda gvarsiy pechchaniklarni o'chishga erishdik. Qudug'imiz 4900 metrga yetgungacha juda yuqori bosim hamda yuqori haroratga duch keldik. Buning uchun yuqori haroratga chidamli kimyoviy reagentlar, burg'ulash doltalari, burg'ulash turbalari hamda ularni tozalash sistemasidan foydalandik. Mana shu qudug'imizning qurilish jarayonida o'zimizni mahalliy professional xodimlarning mahorati evaziga shu quduqni tugashiga erishdik. Hozirgi kunda dolzarb masalalardan bittasi shu quduqlardan qazib olinayotgan gazlarni bitta joyga jamlab, gazni tayyorlash qurilmalariga yo'naltirib aholiga yetkazib berish hisoblanadi. Ko'rib o'tirganingizdek, mana gaz yig'ish punktlari quryapmiz. Bu yerda hozirgi Mo'ynoq konda yangi gaz yig'ish punkti qurganmiz. Bu yerda 12 ta quduqqa moslangan. Bundan tashqari hozirgi kunda prezidentimizni va boshqaruv raisimiz tashabbuslari bilan bu shu Mo'ynoq konidan Arslon gazni kompleks tayyorlash qurilmasigacha bo'lgan 34 kilometrdagi 530 diametrda gaz quvurlarini yetkazib berish rejalashtirilgan. Birinchi bosqichda hozirgi kunda 10 kilometr gaz quvurlarimiz yetkazib berilgan bu yerga. Shundan 15 kun ichida tezkorlik bilan 10 kilometr gaz quvurlarimiz montaj qilinib, birinchi bosqichdagi gazoprovod ishga tushirilgan va 12 ta quduqqa moslangan gaz yig'ish joyimiz ishga tushirilgan. Mana shu Mo'ynoq 2-sonli qudug'imizni loyiha bo'yicha jihozlab, mana shu gaz yig'ish joyiga uladikda hozir ishga tushirdik.